Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlari, Dakan ishqibozlar, parvozdan ko'kalar, sizlarga mo'chni video bo'ladi uydan. Uyda boqilayotgan nakauch xo'roz jo'jalari hamda tanachi girrak zotlarni bitta obzorini qilib o'tamiz. Mana biz jo'jalar, oy joning sog' bo'ldi. Talamash qilib tanaqa. Ha, masini ham. Kulim mana. Ko'pchilik so'rayotgan kulim o'rtoqlar. Mazzami. Tuxum bermayapman, ko'pchilik kommentariyada bor yozadi, kasida tuxum bermang deb. Endi tuxum bersang yoniga keladi jo'jalar, shuning uchun tuxum berib chaqiryapman. Bugun endi bitta tuxum berib chaqirib sizlarga yaqinroq ko'rsatish maqsadida tuxum beryapman. Tuxum toza tuxum. Xo'rozim ham tuxum yesinchi. Ular qarang, tuproqqa belanib ustlari kerak bo'lib ketibdi. Ana do'stlar, qani olaveringlarchi. Mana mazza bo'ldi. Olinglar. Ana. Bular zo'r jo'jalar, xudo xolasa bular bor-ku, ko'ring. Umuman bola bularni eplab bo'lmayapti. Alohida qilib boqishga to'g'ri kelyapti. Bular juda sho'x. Otalaridan ham zo'r chiqadi, xudo xolasa bular. Hammasi bittadan tuxumni olib kirib kelyapti ichkariga. Xo'rozimizni bir qismini dogovor qilib qo'ydik. Karta tashab qo'ying dedi. Keyin pul tashalmay qoldi, zarilish chiqib qoldi. Qanaqa bo'lib 2-3 ta videoda ko'rsatmadim, endi mana chiqarib qo'yapmiz. Oladiganlarga. Xudo xolasa berib yuboramiz. Voy joning sog' bo'ldi. Bular qarang. 2 oydan o'tdi o'rtoqlar. Bunisi mana 3 oylik bo'lyapti. 15-may kuni ochib chiqqan o'rtoqlar, hisoblab ko'rasizlar. Yaxshi katta bo'lyapti. Polvon bo'lib juda ham zo'r xudo xolasa. 99% xo'roz. Bitta makan chiqishi mumkin, bo'lmasa ham chiqmasligi mumkin. O'ta go'zal o'rtoqlar. Tomoshaga chiqarib turamiz-da endi. Ha, deb unikidan video qilavermay, uydan video qilib turaylik. Bizda ham cho'chalar bor deb. Video davomida katta uyda boqilayotgan cho'chalarimni ham yengil tomoshaga qo'yib o'tib ketaman. Fazliddin akamga bergan cho'chalarim bor. Ular u yerga borgan vaqt bo'lmayapti uni ko'rsatgani. Xo'rak, uni ham ko'rsataman, zo'r ketyapti ular ham. Ishqibozlarga sotilaveradi, pul to'rkeza sotmayapmiz endi. Boqyapmiz, bularni boqqa afzal, xudo xolasa 4 ta 5 tadan sotiladi bular. Endi hozir arzimagan pulga sotib olgandan ehtiyot qilib boqyapmiz. Salqin joylarda chiroyli bo'lib, bundan ham nasib qilsa sotib olamiz, sotilguncha. Bu o'ta zo'r xo'roz, bu bor ko'p kelib chiqishdagi o'rni. Juda ko'pchilik yozyapti-ku kommentariyada, bu xo'rozdan men ham bola olganman, bu zo'r, buni otasini ham ko'rganman deb yozyapti-ku. Kichik xo'rozlardan-da bular. Past ketmaydi hech qachon. Bu xo'rozdan iloji boricha zotib qolish kerak. Toshlari ham juda chiroyli. Bu to'lovdan chiqib olsin, o'ta go'zal bo'lib ketadi bu. Buni qarang. Mana xo'rozimiz kul. Bu ham yaxshi ketdi. Bu juda ham yirik bo'ladi. Bu xolos otasiga o'xshab, otasini ko'pchilik ko'rgan ishqiboz bo'lgan. Juda bo'lakcha bo'ladi bu hali. Chiyillab yuribdi cho'ja o'rtoqlar. Barakasini beraversin. Qop-qora bo'ladi-da bular endi. Parlari chiqib, shunaqa mo'shni bo'ladi. Hali xudo xolasa ko'rasizlar. Katta kullarim. Voy joning sog' bo'ldi mana. Olinglarcha ketavarish yo'q. Mana voy chiqib ketdi, kattasi chiqib ketdi. Kattasini olib qochdi bittasi. Voy kuljo'jalarim. Mana olinglarcha. Olaveringlar. Kattalari tuxumdan bexabar edi. Tuxumni hidini olib borib kelishdi, salqin yotgan edi bular. Kullar ishqibozlariga bular bor-ku, o'ta mo'jni bo'ladi shundoq. Xudo xolasa bularni bekorsini ko'rsatib Telegram kanaliga qo'yib gullatamiz xudo xolasa. Telegram kanaliga obuna bo'lib turinglar. Tez kunlarda shu uchalasini ham, to'rtalasini ham bir ko'rsatamiz xudo xolasa. Bular menga o'rganganda o'zim katta qilyapman-ku. O'zim bilan o'zim yonimda yurishibdi-da. Meni xarakterim shu boqib katta qilib yaxshilab bitta ikkita bekorchini Telegram kanaliga qo'yaman.
Mana shunday ko'rib, bilib, puliga rozi bo'lib oladiganlar olsin deyman-da. Xom narsani sotgim kelmaydi. Voy joning sog' bo'lganlar. Ushbu videoga bitta like bosib, takanch ovozlarga yuborib qo'yasizlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib tomosha qiling. Bizni 100 mingtalik, 60 ming, 70, 80 mingtalik 5-6 ta kanallarimiz bo'lardi. Endi biz hozir yangi kanalda ijod qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha, lekin 80% odam obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti. Iltimos obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizga like bosib, podpishka qilib turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Tomoshaga video chiqarib turamiz. Ma'qul kelsa olasizlar, ma'qul kelmasa tomosha. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. May. Bularni qarang go'zalligini. Ular bundan ham chiroyli bo'lib ketadi. Hozir yozgi issiqda qiynalmasin, semirib ketmasin deb quruqdon bilan boqyapman. Bugun video uchun 2-3 ta tuxum berdim. Lekin xudo xolasa hali baliqlar beramiz, go'shtlar beramiz, shunaqa paytlar keladi, yaltilatib, shunaqa go'zal bo'lib ketadi. Hozirdan bu jo'jalarga har xil fikr o'sadiganlar bo'lishi mumkin-da, lekin hozircha yomon fikr yo'q. Bilganlar ko'zlarini ko'rib, ularning oyoqlarini ko'rib, tozaligini bilib turishibdi. Nasib bo'lsa, chiroyli qilib obzorlarini, bekorchilarini qilib Telegram kanallarda sizlarni xursand qilamiz. Kelinglarchi, kauch xo'rozni bolalari. Ketib qolishi yo'q. Voy o'zim nima medalab beraman. Ana ularni qarang, ajoyib. Zo'r xudo xolasa. Okeani ham, xo'rozi ham zo'r. Bu yapon tovuq keldi. Mana bitta yapon tovuq bosib yotibdi. Yapon tovuq ham jo'jalarni lakalari tuxumini yeb qo'yapti. Ora-sirda tuxum berib turamiz o'rtoqlar. Mana bu xo'roz ham moshniy bo'lyapti. Bu ham xo'roz, mana bu ham xo'roz. Bu ham xo'roz. Bu mana bu yerda moshniy xo'roz bor. 5-6 yaxshi xo'roz bor bu yerda. Tovuğumuz da xolos tez kunlar oshib chiqadi, obzor qilamiz. Tagida 10 tadan oshiq tuxum bor menimcha. Xudo xolosa. Yo 5-chi, 6-siga kirib bo'lyapti-da bu kishi. Ajoyib. Mana meni qo'zichoqlarim mazza qilib qarang, kavshanib yeb yotishibdi. Beda yer yomg'ir falak. Shunaqilarni aralashtirib bir-birkidan chiqarib berganman. Do'stlar, keyingi obzorlarda ko'rishamiz. Bugun jicha qisqa video bo'ldi. Xudo xolasa yangi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Omon bo'linglar.